Assalomu alaykum. Men neft va gazni qaytlash texnologiyasi 22-23 guruh talabasi Savarboyev Nodirbek. Bugun biz maylarni uzluksiz outsourcing tozalash qurilmasining texnologik sxemasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda bizda H1, ya'ni boshlang'ich nasos orqali xomashyo beriladi va bu yerdan A2, ya'ni isitgichga o'tiladi. Bu yerda bizlarning mahsulotimiz aralashtiriladi va bu yerdan keyinchalik A3 ga o'tadi. A3 ya'ni suv bilan yuvish. Bu yerdan suv bilan yuvilgandan keyin mahsulotimiz titor, ya'ni issiqlik apparatiga o'tiladi. Bu yerda K3 va K4 smol assorbent berilgandan keyin smol va plastiklik uglevodorlarni o'ziga yutib, mana bu absorbent moyini, ya'ni F1 rafinat 2 dan nima qilib yuboriladi, chiqarib yuboriladi. Kolonnaning tepasidan pasha qismi esa E1, ya'ni ajratishga olib boriladi. Bu yerdan nasoslar orqali qaytadan, ya'ni A3 ga yuboriladi. A3 dan, ya'ni A4 ga o'tadi. A4 bu yerda tiplanminlik, ya'ni bu yerda suv bo'g'ib berilib, erituvchi chiqarib yuboriladi va shundan keyin qolgan mahsulot S1, ya'ni separatorga olib boriladi. Separatordan keyinchalik power, ya'ni regeneratorga o'tadi. Bu yerdan tutun gazlari va suv bo'g'i chiqarib yuboriladi. Keyinchalik A1, ya'ni sovutishga o'tiladi. Sovutishda pastdan havo yuborilib, issiqlik va suv bo'g'i jimlik orqali chiqarib yuboriladi. Keyinchalik mahsulotni qaytadan C2 ga, ya'ni C2 separatorga yuboramiz va u yerdan A2 ga o'tadi. A2 dan qaytadan K1 va K2 kolonnalarga yuboramiz. Bu yerda xomashyoni, ya'ni moyni tozalangan moyni tozalab olamiz va F nasoslar orqali F1 filtrga yuboriladi. Bu yerdan F1 filtrdan filtrlanib rafinat 1 chiqarib yuboriladi.